Selamünaleyküm krallık zikrumellah. Gerçekten hayırlı olsun. Ben Adil Arıkuş. Uygur Tetbikat İnstitutu'ndan hem onlara selam yollayayım. Her hafta institutumuzun müdürü şundakla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Fakültesi Doçent Doktor Erkin Ekrem Muallim bilen ötküzüp duruyatkan Halkara Vaziyet ve Gün Tertibini alma programımızınki yeni bölümü huzurunuzda buldu. Erkin Muallim hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Amerika Prezidenti Joe Biden bilen Xitay Devlet Reisi Xi Jinping Indonezya'nınki Bali Aral'da 14. noyabr günü görüştü. Bu görüşüş cemi 3 saatten artık farklı, yani 3,5 saat etrafında davamlaştı. Her iki rehber yığın tübgök söhbet ahırlaşkandan keyin bu söhbet hakkında bayanat bergen boldu. Mesela Xitay Devlet Reisi Xi Jinping bunday dedi, biz okuduğumuz söhbette bizim bunda diğerlerini bayan kıldı. Hazır biz bir açı yol duş geldik. Karşı yol olmamız, onu biz hemimiz karar verimiz. Xitay bilen Amerika'nın ait çoğun bir devlet. Bu iş çoğun devletin ki otursudaki hemkarlıkka bütün dünya bulmak, halklara cemiyet intayin kızıklıdır. Ben söhbet jarayonida Xitay'nınki sosyalizmi kabul kılganlıkını, yolunun taraqqiyat ekanligini, Amerika'nın bolsa kapitalizmga ekanligini, onun taraqqiyat bir idisi barligini, ama bu taraqqiyatlarga, bu xatsızlıklarga çoxum Amerika tarafından hürmet kılışlarını teklif ettim. Hem de mühimi biz şunday çoğun güçümüz bilen her iki devletninki taraqqiyatını bir-birisiga raqobat emas, balki bir-birisining foydalanilgan imkoniyat ustida kurash ekanligini ta'kidladim. Çünkü bu dünya intayin kam. Her iki devlet buni sig'ib ketadi deganni Joe Bidenga degan bo'ldim deganni alohida ta'kidlab o'tdi. Yani bu yerda qandaqdir, ya'ni bir xalqaroga bo'lgan bir tinchlikdan iborat bir signal berayotganligini ko'rib turibmiz. O'xshashlar Joe Biden bu suhbat og'irlashgandan keyin Amerika bilan Xitoy o'rtasida bir strategik raqobatning borligini, shunaqla bu ikki davlat bu masalani raqobatni qaysi xil shaklda idora qilishi mumkinligini tashkil etganligini ve her iki devletten xalqarani tutadigan umidlari borligini tashkil etgan bo'ldi. Albatta bu iki rehber qaysi masalalar ustida ko'rishdi, qaysi masalalar ustida betartib qildi yoki faqat o'zini ko'z qarashini o'tirib qo'ygan bo'ldimi? Evet, nurg'un masalalar var. Biz bugungi programmamizda Joe Biden bilan Xi Jinping o'rtasidagi bu ko'rishishninki ahamiyati, bundan keyin bu ikki davlat bu ko'rishish ikki davlat munosabatiga qandaqroq ta'sir qildi. Bular ustida analiz qilishimiz hammadan muhimi diqqatga bir taraf var. İki rehber yani ko'rish bo'lgandan keyin Joe Biden Amerika tashqi ishlar ministri Blinken'niki Xitoyni ziyorat qilganligini bildirdi. Albatta bu bizni diqqatimizni tortgan muhim masala hisoblanadi. Erkin Muallim, sizce bu görüşüş qanday o'tdi? Yani umumiy chetdan deydigan bo'lsak, her iki devlet o'zininki siyasi ko'z qarashini, pozitsiyasini bir-birisiga tushundirgan bo'ldi. Bu yerda kimninki haqli, kimning to'g'ri meselesini talash tartish qilmaganligini ko'ryapmiz. Yani Xi Jinpingning kimi davatgandek sizlerin yolunla başka, bizning yolumuz başka. Biz urush jidal bilan bu ishni hal qilish emas. Biz shu bir-birimizningki farqliliklarni qabul qilib devam qilaylik degandek uçurlarni beryotdi. Hem de uzun yıldan beri bu pandemiden tüpeyli bunda yüz duran görüşken ahval yok hamdi. Bu da hem de buna ehemmiyeti muşu oldu. Ondan başka bu AKK'nınla Asya'da 3 çoğun yığın içildi. Birisi bu ASEAN'ınki yığını, şundakla Şarkı Asya'nınki yığını içildi. İkincisi şu G20, üçüncü bolsa APEC yığını var. Yani Asya Pasifik Devletler İktisadi Hamkarlık Teşkilatı resmi olmayan liderlerinin görüşüşü degan. Bu yerga hamda Avrupa'dan, Amerika'dan nurg'un devletler bu yig'inlarga qatnashishga tirishdi. Yani xuddi Asya'da bir merkezleşken bir dünya badek göründü. Bir yerde hem Avrupa devletleri hem de Amerika bir yerde bizme bağ degan
uçurma bir yerге bergen bo'ldi. Ama da konkret emas, mundaqlik umumiy jihatdan qaraydigan bo'lsak, xuddi bu Amerika Xitoy orasidagi keyingi yillarda 2019'dan beri jiriklashgan, hatto shu to'qinishliq bir yo'lga qarab mangan, bir nuqtaga qarab mangandek bir ahvolni bir yumshatishninki bir ko'yiga kirgandek turdi. Hem de her iki taraf hem de şu iki devletin arasında bir jangning chiqmasligi meselesini şu meselege ekmek bergandek turdi. Yani jang qilmay turib, so'zlashib, muzokara qilib turib, buni qanday hal qilamiz, uni bir tili olgan bo'ldi, ama konkret şeklinde bundan keyin şu Amerika'nın tashqi ishlar ministri Blinken'ninki Xitoy ziyareti bilan başlayotgandek turdi. Aslında bu Amerika Xitoy arasındaki münasebetni bunda bir ko'rishishlar, bir yig'in bilan hal bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki agarda bir yig'in bilan hal bo'lgan bo'lsa, bir ko'rishish bilan hal bo'lgan bo'lsa, bu bir masala emas. Hem de bu neçe saat görüşüp hem de tercüman vasıtası bilan qilgan vaqtlarni hisob qilmagan chog'da xeyli bir uzun bir görüşüş. Demek ki ishlar hal bo'lmag'achqa yig'inlar uzun devam qiladichi. Uzun devam qilgan yig'inlar bir natija chiqadigan bir yig'in emas deb bu tajribaga qarab bunday gapni degili bo'ldi. Ma'lumotlar sizlar bilganingizdek, bu hozir ikki davlat o'rtasidagi strategik raqobat degan gap, ya'ni muqimlarlikqa to'qinish yuz berdi deganlik ifodasi amaliyotda. Ikki kuch cho'qim bilan do'qurishib qoldi. Xalqaro har qaysi sahnalarda. Ama bu qatorni ko'rishishga sizcha shu to'qinishni sal keyingi surishdan idarak bilan bilmamdi. Bu görüşüşteki gap so'zlarga qaraydigan bo'lsak, bu raqobatni shunday yumshatish yoki keyingi chekintirishdak bir narsa bor. Ama bu ikki davlatning arasındaki bu ziddiyatlar kurulmalık bir mesele. Yani iki tarafınki siyasi, tashqi siyosati ve bu siyasi kurulması, ideologiyasi, ondan başka şu qimmat qarashları jihatgacha bir-biriga o'xshamaydi. O'xshamagan ikki xil narsa agarda shu raqobatga kirgan bo'lsa, bu yerda hamkorlikdan ko'p do'qinishliklar ko'p bo'ladi. Bo'libmi hozir ikki taraf bir-birini raqib deb ko'rdi. Hamda ko'rgandimi shu sen yo'qolmasang mening ishim qiyin bo'ladi degan bir seviyege geldi, yani düşünce seviyege. Misalga şu 5. ayda Amerikan Tashqi ishlar ministri Blinken'ninki George Washington Üniversitesi'nde Amerika'nınki, yani bo'libmi hozirgi hukumatninki Xitoy siyosati hakkında bir doklad verdi. O dokladda hem de Xitoy bilan ilib borgan bu raqobatning her sahada, her katlamda ilip birilayotgan bir rekabet dese, bu Xitoyninki Amerikan büyük elçisi Qingang tanqid qildi. Deydi bu rekabet bilan ikki davlatninki munosabatini agarda bunday ta'birlashsak, aslında bu yiriklik ve ciddiyetni yaratadi deydi. Bu bir xil raqobat emas, bir-biriga qarshi chiqish deydi. Bir-biriga qarshi chiqqan ahvollar teng baravar bo'lamaydi, sog'lom bo'lamaydi. Aksicha texmi nachar bir natija yaratadi deydi. Yani Blinken'ninki degan gibi boshqa, Qinganninki tanqid qilgani boshqa. Shuningga bu xil normal bir gapni, to'g'ri bir gapni xato qilib tushunilish, bu zihniyatga yerlashgan ahvol bor. Bundan boshqa bu Xitoy tarafida
Misalga Xi Jinping şu tashqi ishlar ministrlikda ishlaydigan tashqi siyosat bilan shug'ullanganlarga ochiq oshkor dedi, sizlar kurash qilinglar, kurashchi bo'linglar deb. Shuningga bular mana shu kurashchi qiliqlarni qilyotdi. Misalga 2021'de Amerika'nınki tashqi ishlar ministri Blinken bilan bu xavfsizlik konseyininki reisi bo'lgan bu Sullivan bilan Xitoyninki tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan Komünist Partininki tashqi ishlarga mas'ul bo'lgan Yang Jiechi bular 2003 ayda Alaska'da bir köreşti. Şu vaqtida hamda Yang Jiechininki Amerika hakkında degan gaplar hamda nihoyatda ig'ir gaplar. Sizlar kim deydi? Bizga nima deb dars bera olasizlar? Biz burunqi Xitoy emas, sening bizga til uzdiradigan hech haqqing yo'q deb ko'chada urushayotgan besham odamlar bo'ldi-ku, shulardek shunaqa gap qildi. Bundan keyin bir yildan keyin, ya'ni bu yil 3-oyda yana bu Romada ko'rishdi. Bular o'xshash to'rtada. Yana shada uzun urushib, so'qishib chiqdi. Demek ki bundan keyin bularning arasında bu rekabet degan ahvolda bir tuzildigan bir ahvol yo'q. Yaqinda Amerika Milli xavfsizlik strategiya hujjatini e'lon qildi. Bu e'lon qilganda Xitoyni Amerikaningki hozirgi o'rniga meydan o'qiy oladigan hozirgi xalqaro sistem ve tüzümge meydan o'qiy oladigan yagona devlet Xitoydir deydi. Demek Amerikaningki ichida Xitoyni bir o'ziga meydan o'qiydigan, o'zining o'rnini oladigan bunday bir devlet deb ko'rdi degan gap. Chunki bu Milliy xavfsizlik strategiya hujjati hükümet ile birlikte bütün şu ministerlikler hemmisi muşnun qarab iş qiladi. Şu hujjatniki ruhiga qarab. Bo'libmi şu mutafiya ministerligi şu strategiya planga qarab tayyorlik qiladi. Ya'ni bir jangning ihtimal bir jangning o'tirg'i chiqib qolishini oldini olish uchun har xil tayyorliklarni qiladi. Bu bir strateji plan, bunu amalga oshirishga tirishadi. Shuningga bu ichki davlatlar arasında, yani bo'lib Amerika tarafdan degan ta'bir qilingan bu strateji raqib degan gap hamda uzun muddatlik oldimizdagi yillarga qarta deyilgan bir gap, onunga qarab hamda tayyorligini ashundan qarab qiladi. Bunday vaqtida hamda ichki davlatlarningki bu munosabati bir yig'inda necha soat paranglashib tuzalmaydi deyman. Malum siz aytdingiz, muhim nuqtani o'tirib qo'ydi deb o'ylayman. Ichki davlatlarga mana raqobat, qurilmaliq raqobat, ya'ni dalilga ichki davlatlar munosabatini yaxshi tushunish uchun shu qurilmaliq raqobatni yaxshi tushungan vaqtimizda andin analiz qilish yoki tahlil qilishdak tez to'xtamiz kerak deb o'ylayman. Chunki mohiyatlik bir farq bor o'rtada. Mayli ichki davlatningki hokimiyat sistemasi bo'lsin yoki siyosiy sistemasi yoki ideya jihatdan bo'lsin yoki ichki davlatningki oliy manfaat, davlat manfaat nuqsi bo'lsin, mohiyatlik farqlar bor. Bu mohiyatlik farq degan gap o'rtoqlashadigan, hamkorlik o'rnatadigan tarbiyadan oz. Ama mecbur raqobat kirib qolgan tartiblar kuchli degandan direktor deb tushunaman men buni. Hozir bu ikki Xi Jinping bilan Joe Biden ko'rishganda Hong Kong masalasi, ondan Sharq Turkistonniki inson haqlari daftarchiligi, Tibet, Tayvan masalasi qatorliq Xitoylar qat'iy yaxshi ko'rmaydigan, ammo Amerika cho'qim buni tilga olib davomli taklif qilayotgan masala üstüne suhbat o'tkazildi degan xabarlar chiqdi. Buningki qanchalik asosi bor? Bu Xitoyninki tashqi ishlar ministrligininki e'lon qilgan suhbatninki so'zlariga qaragan chog'da Sharq Turkiston, Tibet, Hong Kong degan gaplarni qilmagan endi. Ammo Amerika tarafdan e'lon qilganlarga qarasak, bular hammasi deyilgan.
Xitay köperek şu özünü aklap, günahını Amerika'ya atıp, Xitay pakiz tinçlikni isteydiğen nayda isil devlet deganni tushuntirishga tirishdi. Ondan keyin Xitay özününki şu qizil siziqni o'tirib qo'yishga tirishdi, misoliga Tayvan meselesi. Bu çekinmaslik, çekinishga bo'lmaydigan bir siziq bo'lganligini uni bir ta'kidlagan bo'ldi. Amerika o'zininki qizil siziqni qo'yishga tirishdi hamdi. Yani bu jang qilmaslik uchun qo'limizdan kelganini hal qilayli. Bu hozir bu dama jakalamadi ama burun to'la jakalatdi. Yani münasebetini qo'g'dab mangdigan rishatka ne şekillendiriş lazım. Tabii bunu müzakere şeklinde tepsili nimelerine oturup koydu da. Ama bu Amerika şunu mu biliyordu hem. Xitay'daki bir devlet hazır bu diktatörlükke karap mangan bir devlet hem de. Bu Şimali Kore'ye okşap gitmagan bir devlet hem de. Komünist Parti yalnız bir şığa Xitay'ını başkuruvadıdı. Amerika'nınki bundak sohbet bile, diyalog bile işinel kılaylı deyişi bence bu diktatör bir kurulması boğan bir teşkilatının yaki devletinin başındaki adam Xi Jinping için bir cesaret kazandırdı. Yani karama Amerika bizge yumuşaşma başladı demek biz şu yemek haklı kemiz, noç kemiz diyen düşünce üzgü kalısın kilidi. Amerika yani muşuna sözlep jürüp muşu Xitayni xalqaro tüzümge veya ki bu qaydalarga boysundurishga tirishimiz deb kelgan. Bu xato bo'lganligi hozir o'tirib chiqib bo'ldi endi. Xitoy hozir huquq hakimiyati. Bular inson haqlariga qarshi, demokrasiyaga qarshi, xalqaro qonunlarga bo'ysunmaydigan, misoliga 2016'da Filipin degan devlet bu deniz hakkını qo'llash uchun bir mahkama qurdirgan. O mahkamadan chiqqan qaror hamda Xitoy Filipinninki shu deniz sahalarga tajovuz qildi deb chiqdi. Xitoy uni tanimadi. Yani ondaq narsani tanımaymiz deb. Onundan başka misaliga Japonya'nınki Senkaku aralığına, Diaoyu aralığı bizninki deb hissedilip Xeyla Japonya'nıma bek avar kıldı. Bular hemisi şu mevcut xalqaro tüzümünü ve sistemini tanımaydiganlığını mı diye de gösterdi. Aslında bu Xitay'ınki 2049'da bütün dünyanın Cihangir devlet bulunuz diyen o strateji nişanıma aslında Amerika'nınki yerini ilip bir hegemonya hakimiyetinin kuruşununki bir arzusu yaki nişanı o. Hem de bunda bir devlet hem de hayvana karşı bir zoravanlık bir tavır var diye. Bundan sonra Şarkı Türkistan'da ilip bağlan bu zulüm siyaseti var. Bunu hem de halklarda ırkı kırgınçılıkta tanıgan oldu. Hong Kong'a Tibet'e karşımışında bir zoravanlık bisim siyaseti var. Yani bunda bir hakimiyet bile Amerika hemkarlık kılmen deydiğen bolsa o vaxtda hem ebeki deyilgen bu kurulmalık bir münasebetteki ziddiyetini hal kılamaydı. Hem de bu Amerika'nınki şerik devletlerine yani ittifaktaş devletlerinin Amerika'ya boğan işkencilikini azayıp koydu hem de. Gumanlıkını peyda kıldı. Hem de bu Amerika'nınki bu Xitay ile bundan yakınlaşış yaki meselelerini düşürüp jirik münasebetini yumuştup kılışı Xitay'ınki arzu kılıvatkan bir ahval bu. Yani bular bir yumuşsa biz bizimki strateji nişanımızga erişsek degandek muşunda bir resim babiyede görüngen. Bu resimni bence aldığımızdaki yıllarda daha tekime resimler nah görünüşü başlaydı. Her sahada bu devletler, iki devletin arasındaki münasebetler birden oturup çıkışa başlaydı da oylayman.
O vaqtida belki texmi konkret mesele üstüde yani bunu tushuntirishga tirishamiz deb o'ylayman. Bu Xitoyda Amerika Üniversitesi'de Amerika taraf izchillik Xitoy bilan diyalog bilan hamkorlik bilan yumshoq bir pozitsiyalar tutish tarafdori bo'lib keldik. Siz taklif etdingiz Xitoy ama bunu taraflı düşünüp biz deganimizni qilyapmiz. Amerika bizim deya qilyapti degan uzunkelik diktator zihni bilan tushunib harakat qilishga tirishayotdi. Biraz siz deganimizdek albatta bu Xitoy uchun bir vaqtni tutishdan iborat bir narsa deb o'ylayman. Xi Jinping hozir bir Xitoyda bir iqtisodiyotda bir turg'unlik bor. Ondan boshqa yangi bir hokimiyat 3-chi qatim chiqqan bo'ldi. U texnik o'zinki hokimiyatni mustahkamlashga ehtiyoji va her tarafdan siyasetini yaxshi yurishga bir ehtiyoj bordek bir ahvol ko'rinyapti. Hem ishki jihatda bunday qolsa xalqaro o'zimiz buzilayotgan obrazini o'mshash tarafdoridek bir mayillikni ko'ryapmiz endi hozir. Yani shunday ahvolda bunda bir savol paydo bo'lishi mumkin. Hozir siz deganingizdek bir o'zining strategik nishoniga yetish uchun shunday qilyapti. Shuni bir hem Xitoyning ichki siyosat nuqtasidan hem Xitoyning tashqi siyosat nuqtasidan bir analiz qilgan bo'lsangiz. Bu hammamiz bilamiz bu Xitoyningki iqtisodiy taraqqiyot ostilashyapti. Hem de yaman tövenge tushib ketdi. Tashqi ticareti biraz yaxshi ko'rinyapti. Ama o'zininki iqtisodiy kuchininki ojizliganligini ko'ryapmiz. O'zlarima bu raqamlarni beryapti. Bu iqtisodininki ojizlashishi bilan nurg'un shirkat va fabrikalarninki yipilishi yoki ishchini chiqarish masalasi bor. Bu nol virüs siyasetinden tüpeyli hem nimaga iqtisodiga ziyon berdi hem de cemiyetime nurg'un noroziliklarni yaratdi. Bununla birlikte Xitoyninki ishsizlik prosentimi o'syapti. Hozir %18 davada bununla belki yani Xitoy degashga bununla yana chiqarib ketish lozim deb o'ylayman. Yani chiq odamlar ishsiz kelyapti deb tushunsak bo'ldi. Bu xil ichki jihatdagi iqtisod va jamiyat arasındaki munosabat shunday. Bundan boshqa shu siyosiy jihatdan nurg'un shu talash tortishlar bo'ldi deb o'ylayman. Biz bu Xitoylar siyosatlarini yushirin qilib xalqaro qaranliq uyning ichida ishlar qildi deydi bu. Anda qilg'ashqa jiq narsani bilmaymiz ama bir ko'rinishda jiq narsani ko'ngil bo'ldi. Misoliga budaqi shu yig'inninki Xitoyninki shu 20-chi partiya qurultayida natijani e'lon qilgan vaqtida burunqi shu Cumhur raisi bo'lgan, ya'ni partiya raisi bo'lgan Hu Jintao'ni so'rab, ko'tarib chiqib ketdi. Bunu aqib perdesinden nurg'un narsalar bo'lishi mumkin ama shu ko'rinishning o'zila qandaq bir diktator bir hokimiyat bo'lganligini berdi. Va shundaqi insonlarga, butun dunyoga hatta obrazini qanday buzib qo'yganligini Xitoy o'yladimi bilmayman ama dunyoda jiq buzildi. Yani mushnaqmi bo'lamdi. Ama bu mesele yana shu partiya ichidagi siyosiy urush jidalninki sırtqa sırt ko'rinishida hamda bu. Demek ki ichiyatdama shunday bir jidallama bor. Bundan boshqa Xitoy yuksalgan sari abaqa zo'ravonlik siyosatidan tupayli nurg'un qo'shni davlatlar Xitoydan ansirashga boshladi. Amerika bilan G'arb bilan munosabatlar shunday buzildi. Bütün shu meselelerni hal qilish uchun bir güçlü bir hakimiyet kuruluş lazım degan bir tushunchaga kelgan Xi Jinping ve adamları. Ama bu kuchlangan siri boshqalarga texmi zo'ravonlik qilishga boshlaydi. Qilgan siri xalqlardan inkas keldi, kelgan inkas qarab texmi ajinda shu zo'ravonlikni texmi kuchlantirgan. Yani içki ve tashqi shu meselelerden tüpeyli Xitoy hamda shu Amerika bilan agarda mücadelede, kurashda agarda Xitoylarga
ishni buzib etmay turib kurash qilish, ya'ni doğar bu po deydi. Mushunda şekil bilan bir mezgil devam qila olsak, vaqt qozongan bo'lsak, biz shu dunyoninki jahongir davlatininki o'rniga kelalaymiz deydigan bir tushuncha bilan devam qilyapti. Agarda mushundaq man degandek qilgan siri inkas ko'p bo'lib, ko'p bo'lgan inkasga bisim ishlatib devam qilgan bo'lsa, bugun Xitoyninki holi pek yaxshi bo'lmaydi deb o'ylayman. Ama Xitoyninki zo'ravonlikqa qarshi qo'rqib, mayli qo'shni davlat bo'lsin Xitoyning, rayondagi davlatlar bo'lsin va yoki Amerika g'arb bo'lsin, agarda qo'rqib bo'ldilar hamda Xitoyninki jonni so'raydigan vaqti kelgan bo'lsa kerak deb ashuna qo'yversa, ham Xitoyninki o'ylig'ini dek bo'ldi. Ham abaqa qiyinchilikni o'tkazib olgan bo'ldi, hamda kemakchi bo'lgan yuqori kelalaydi hamda deganda. Ama agarda Amerika g'arbliklar Xitoyga qarshi ajizlikni ko'rsatgan taqdirda bu nurg'un masalalarga chetishidi. Xitoy xalqaroda hem siyasi, iqtisodiy, ticari jihatda bir kuch qozongan bo'ldi, bir ustunlik qozongan bo'ldi. Xitoyninki Tayvanga qarta, Uyg'urlarga, Tibetlarga, qolgan millatlarga qarta ilib borgan bu zo'ravonlik siyosati texmi ig'irlashdi. Shuningga budaqa Amerikanınki shu yig'inda bunda degan vaziyatni yumshatib bir gaplarni qilishi mutaxassislarning hozirgi men degandek gumonga soludandi. Bo'libmi Joe Biden, prezident Joe Biden Xi Jinping bilan ko'rishman deganda yugurib kelib ko'rishdi. Bu xuddi 2009da Prezident Obama Xitoyni ziyorat qilgan chaqda belini egib turib, Hu Jintao bilan Jabo bilan ko'rishgan deklar bo'lib qoldi. Shu vaqtda Amerikada jiq tanqid qilib ketdi. Sen Amerikalik bo'lgan ekan, ya'ni tuz tusanmamdir. Nima deb egilsa o diktatorlarga. Maqsadimda yugurib berishni kim o'rgatdi, kim anlatdi bilmayman bu menga Joe Bidenga. Yani o'zininki sukti bilan qilish kerakdi. Bütün shu ko'rinishlar shu Xitoyni yo'qotib qo'ydigan bir vaziyatni yaratgandek ko'rinyapti. Xitoy buni agarda Amerikaliklar bizga ko'z bo'yab yog'andan qilyapti deb tushungan bo'lsa, Xitoy yani o'zini tam tortadi. Ama agarda Amerika shunchalik yang'il mana shu iqtisod va tijoriy manfaatni deb bizga shu yaloqchilikni qilyapti deb tushunib, onun cesaret kazanıp qilgan bo'lsa, u vaqtda yana bir boshqa bir oqibat o'rtaga chiqadi, vaziyatlar chiqadi. Xatarlik hamda. Xi Jinping bilan Joe Biden ko'rishdi. Elbette biz o'ylaymiz, bu ikki davlat o'rtasida bir ba'zi munosabatlarda o'zgarish hosil bo'ldi. Mesela iqtisodiy munosabat ham kuchayishi mumkin. Ticari munosabatni ham kuchayishi mumkin. Onda texnik almashtirish yoki boshqa savdo kuchayishi mumkin yoki boshqa ta'tir bo'lishi mumkin. Ama qizil chiziqlar bordi. Onunla yana o'zining fikrini yoki qarshi qilish mumkin degandek bir narsani biz o'ylaymiz. Yani bu o'zgarish. O'zgarish qaysi yo'nalishda bo'ldi, qaysilarda bakraq bo'ldi degan o siz degandek bu vaqt o'tgan sari buni biz aniq bilmaymiz. Mushu ko'rishish bilan bir ma'lum bir o'zgarish o'tirish chiqdi. Bu o'zgarishlar bizningki Amerikadagi Sharq Turkiston da'vosi deydi, Uyg'ur masalasi. Qanday ta'sir qildi ham Sharq Turkiston qanday ta'sir qildi? Buradaki yig'inning neticesinde hemen bu Sharq Turkiston davosiga bir manfiy yoki cheklash degandek bir meseleler chiqmaydi deb o'ylayman. Çünkü bu Amerika bir çoğun devlet. Her planını qilgan chaqda uzun müddet o'ylab qildi. Bundan keyin Amerika bir qonun devleti. Qonunga qarab ish qiladi. Agarda tashkilotlar hammasi qonunning kapolati ostida faoliyat ilib borgan bo'lsa, buni qilishma qiyin bo'ladi. Bundan boshqa Sharq Turkiston meselesi hozir xalqaro meselesiga aylandi.
Yani yalğızla Amerikaga bağlanğan bir mesele emas hazır. Şununla Amerikanınki alğan tedbiri yakınki zamanda bu cıq təsir, mənfi təsir yaratmaydı deb o'ylayman. Belki eksice Şərq Türkistan davasını ilip bağlan teşkilatlar olsun, şəxslər olsun, bunlar belki texmi vəziyyətə qarab texmi tirişiş mümkün. Amerikanınki qanununki ruxsat bergan şərait aslında çəkləmədə nurgun bazı işlerini ilip girişimi mümkün. Hem de bu xalqarada bu insan hakları da əhəmiyyət verilən təşkilatlarla nurgun var. Bu təşkilatların tənqidləri, bisimdirmə bəzən də işə yaraydı, yəni nəticə ağır olducu. Şununla yaxın bir zamanlarda cıq özgürlüklər olmaydı. Hem de Amerikanınki içki siyasetke qarasaq, nurgun meselelerde iki parti bir-birisiyle uruş sokuş çalışıp kılıdı. Ama Xitay meselesi kelgan çağda hemisi birleşerleydi. Şununla Xitayga qarta taviz beriş, imtiyaz beriş, mındaq bir siyasetini ilip basa, Amerikanınki içki siyasetininki tənqidqime uçraydı. Şununla bu içki siyasetlerde bir bisim var Amerika hükümetiyle. Hem de kongrede bir bisim buluşmuyor. Şununla bence bir mezgil özgermeydi deb o'ylayman. Ve teşkilatlar, uygun teşkilatlar olsun, Şərq Türkistan teşkilatı olsun. Bunlarınki tirişçanlığa bağlı. Yani bu Şərq Türkistanlıqlarıma bir tecrübe savaq mı oldu? Yani vəziyyət daim Şərq Türkistanlıqlara yakıdığan bir vəziyyət emas, bəzən vəziyyət özgürlüşününki ihtimalı mı var? Özgerse neymiş kılımız, özgermese qandaq kılımız degan bir qancha senaryo bilan harakat qilishni bir tecrübe qilib qozongan bo'ladi deb o'ylayman. Mana programımız bundaq bir sual bilan oxirlashtirsak, suhbat oxirlashgandan keyin Amerika bayonot berib, tashqi ishlar ministri Joe Blinken'niki Xitoyni ziyorat qilganini bildirdi. Bu Amerika'nın Xitoy bilan munosabatda keyingi tashlangan bir qadam hisoblanadi yoki diplomatiyaniki qoidasi mushumu? Aslında diplomatiyanın qoidasi mushu. Düşman devletler arasında mı nimeler diplomatlar birib kelib görüşüp özününki derdini, özününki pozisiyasını, özünün siyasi göz qarashlarını sözləb keladi endi. Bununla başka bir misalını birib düşendireyim. Misalga Xitay'nınki Amerika baş elçisi Çingan. Hazırgacha tüzügrek hükümetiyle görüşüp aktif bir halga kilemedi. Amerika'nınki Xitay büyükelçisi mi şunda? Bones. O maaşı Xitay'nınki emeldarlarıyla yüksek emeldarları bile mi görüşemedi. Bu her iki devlet aslında tosavadıdır diyen yer. Yani bu büyükelçiler aktif bir şekilde, erkin bir şekilde faaliyet kılamaydı. Muşunun özü hem de bir nesne düşündüreliydi. Yani bu iki devletinin ki, münasebetinin ki, şöyle ki Trump'tan evvel bir işi biraz kıyındek durdu. Çünkü o noktanı eşip ötep gitti. O noktaya kaytış bağansırı kıyın buluyordu. Eğer de şu iki devlet arasında bir canının çıkmasılığını kızıl sızık koygan bolsa, o vaxtıda mavi yeni terakkiyatga qarta yeni bir siyasetini terakki qildirish lazım. O yeni siyaset qandaq oldu, onu bilmeymen. Ama yeni buluş lazım. Eğer konu uslupla, konu diplomasisiz kaydaları işini hal qılalıgan bolsa, hazırgacha hal qıpılattı. Aziz görürmenler, biz bugünkü programımızda Xitay Devlet Reisi Xi Jinping'den Amerika Prezidenti Joe Biden'ninki Indonezya'nınki Bali aralda el bargan söhbetininki arka görünüşe sebepleri şundaqta. Bu söhbette kelip çıkılgan neticelerinki bu iki devletin münasebetleri qandaqraq təsirlərini ilib qılğanlığı şundaqla
Bu ta'sirlardan Sharq Turkiston ve Uyg'ur meselesininki qaysi sirada uchrash ehtimolli ustida analiz qilishtirishdik. Balki sizga ko'p rahmat. Ben rahmet etmem.